Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bekobod qishlog'ida bitta joy bor ekan. Men ko'rib qoldim. Shu yerda hozir men sizlarga ichkarini obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qishloq xo'jalik texnikalariga qiziqqan akalarga, fermer akalarimizga kerak bo'ladigan texnikalarimiz bor ekan. Mana bu yerda mana fermer akalarimiz uchun mana selkalar bor ekan. Paxta chigit ekish uchun, makkajo'xorilar uchun selka ham bor ekan. Mana tayyor ishlaydigan holatda ekan. Mana tayyor motorlar ham bor ekan. Mana yechib ham beraveramiz deyishyapti. Sifatiga, boshqasiga javob beramiz deyishyapti. Mana bu traktorimiz mana gazga yurar ekan. Propanga moslab qo'yishibdi. Tayyor holatda ekan. Gazni shunday kuyamiz ekan, yurar ekan. Balonlar kerak deysizlarmi? Dinam statorlar kerak deysizlarmi? Hammasi bor ekan. Remont ham qilib berishar ekan. Mana shu yerda o'zlarida ustalar ham bor ekan. Mana bu joyda mana peredni moslar korobkaga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlar hammasi bor ekan. Xullas kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi barchasi bor ekan. Keyin yana bu betdagi yigitlar shunaqa traktorlar olishar ekan, sotishar ekan, almashtirib ham berishar ekan. Kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bekobod qishlog'ida.